Assalomu alaykum azizlarim, xayrli kun. Hammalaringizga a'lo kayfiyat tilagan holda bugungi raskladimni boshladim. Avvalambor hammalaringizga rahmat. Uzoq cho'zilib ketdi video qo'yishim. Ishlarim chiqib qoldi. Endi bugun tayyor holda sizlar uchun sizlarning energiyalaringizni olib, aqlingizdagi inson siz haqingizda hozir nimani o'ylayapti mavzusini tanladim. Bundan buyog'i tez qo'yishga harakat qilaman, har kuni chiqarishga. 3 ta variant tanladik. Birinchi, ikkinchi, 3-variant. Bittasini tanlaysiz. Qaysi biri sizga to'g'ri keladi? Uchala variantni ham eshitib, o'zingizga mos kelganini tanlab olishingiz mumkin. Har kim o'zini muhitiga, vaziyatiga qarab oladi, tinglaydi. Hamma uchun tushadi degan umiddaman. Demak, birinchi variant, ikkinchi variant, 3-variant, 3 ta variant qilamiz. Uning siz haqingizdagi fikri, sizga bo'lgan hissi, siz tomonga qadam tashlaydimi? Keyingi qadami. Shular haqida ko'rib chiqamiz kartalardan. Demak, birinchi variant, 3 tadan karta olaman har biri uchun. Menga obuna bo'lgan obunachilarimni energiyalarini oldim. Uchtadan karta tanladim. Ikkinchi variant uchun kartalarni tiklab qo'ydimda va 3-variant uchun menga obuna bo'lgan, like yozgan, kommentariy yozganlarni qarshisidan chiqqan barchalarning energiyalarini oldim. Ularni aqlidagi insoni hozir qay fikrda, qanday hislari bor? Bundan buyog'i nima? Qadami qandaqa, nima maqsadi? Mana 3 tadan karta tanladim. 3 ta variant. Xohlaganingizni tanlashingiz mumkin. Birinchi variantda mana magnitni qo'yaman. Ikkinchi variantda yurakchani qo'yamiz. 3-variantda mayli shamcha qo'yamiz. Tanlab bildingizmi? Agar tanlagan bo'lsangiz, demak, birinchi variantdan boshlaymiz. Mana magnitdagi birinchi variantdagilarni olaman. Mana shu kartalar chiqdi. Bu kartalarda nima deydi? Hozir mana u sizni o'ylaganda fikri qanday savoli bo'ldi. Kartalarga diqqat bilan aqlingizdagi insonni ko'z oldingizga keltirib tanlang. Qaysi kartasiga tushdi? Izohda raqamni albatta yozing. To'liq talqinni keyingi videoda aytaman. Hozircha shularni eshitamiz. Hozir sizda aqlingizdagi inson mana ikkilanishda, xavotirda, sizni o'ylaganda. Osmerka mechi siz haqingizda o'ylaganda ikkilanishi va ichki to'siq bor. Lekin vaziyatga yechim topishga harakat qiladi. Fikrlari shunaqa birinchi variantdagilar. Ikkinchi kartada mana bu kartamiz sizga nisbatan kuchli qiziqishi, tortishishi va muloqot qilish istagi bor. Sizni o'ylaganda intiladi, sizga qarab kelgisi keladi.
qandaydir tortasiz, o'ziga jalb qiladi. Sizni o'ylaganda o'zi siz tomonga kelishi keladi. O'zizga tortasiz. Uni juda yaxshi tomonlari ko'p. Men hurmat qilaman degan xayollari bor siz uchun. Bundan keyingi maqsadi nima? Birinchi variantdagilar. Bundan keyingi maqsadiga mana shu kartamiz chiqdi. Qadami nima bo'ladi? Kutilmagan xabar bermoqchi u sizga. Qo'ng'iroq yoki tezkor muloqot ehtimoli juda yuqori. Siz kutmaysiz, kutmagan bo'lasiz, u lekin sizga xabar yuboradi. Yaqin orada xabar yoki muloqot bo'lishini bu karta juda kuchli ehtimoli bor deyapti. Mana shu 3 ta kartamiz, birinchi variantdagilar. Mana magnitni tanlaganlar, yurakchani tanlaganlar. Ikkinchi variant edi. Ikkinchi variantga mana shu kartalar tushdi mana. Bu kartalarda nima deyapti? Uni sizni o'ylaganda qandaydir xavotir, xo'rliklari esiga tushib ketadi. U siz tomonga harakat qiladi, sizni o'ylaydi, hislari juda zo'r. Lekin deydi, vaziyat jiddiy baholayapti, qaror qilish haqida o'ylayapti. Bu kartada. Bunisida qarang chiroyli, hislarini yashiryapti, o'zini ushlab turibdi, lekin bog'lanish bor. Munosabatda sizga bildirmayapti. O'zini harakat qilyapti, bog'lanay deydi, lekin yashiryapti. O'zini aql bilan ish tutib, vaziyatni kuzatishni afzal ko'ryapti. Lekin xayolida, esida o'tirsa sizni o'ylayapti. 3-chi, bundan keyingi qo'yadigan qadami siz tomonda. Munosabatda eski holat tugaydi va yangi bosqich boshlanadi. Bu albatta ajralish degani emas. Katta o'zgarish kartasi. Endi o'zgartiraman deydi. Bo'ldi, shuncha kutganim yoki shuncha eshitganim, shu holatda sabr qilishim endi to'xtataman, o'zgartiraman deydi. Bu ajralish emas. Bu munosabatlarni qaytadan tiklash, qaytadan ko'rib chiqish, qaytadan o'zgarish. Ya'ni eski holat tugab, yangi bosqich boshlanishi mumkin. 3-chi variantda mana bu 3 ta karta chiqdi. Bu yurakchal ikkinchi variantimiz edi. 3-chi variantda aytibdi. Mana shamchani tanlaganlar. Zvezda kartamiz, fikrlari, hislari, bundan keyingi qadami. Mana 3 ta kartamiz chiqdi. Bu kartalarda sizga bo'lgan fikrlari, hislari nazorat qilyapti, o'ylayapti. Siz haqingizda yaxshi o'ylaydi, umidi bor. Sizga qiziqishni saqlagan. Mana. Hislari, koroleva mechey hislarini juda qarang nazorat qiladi. Ochiq bildirishga ehtiyotkor bo'lyapti. Siz tomonda hislarini bildirish uchun. 3-chi, keyingi qadami, bundan keyingi maqsadi nima degan savolga mana shu kartamiz chiqdi. Muhim bir qaror yoki yechimga kelishi mumkin. Siz bilan bog'liq masalada yo'l ochiladi. Aniqlik yoki muhim gaplashuv ehtimoli juda yuqori, azizlarim. 3-chi variantni tanlaganlar, siz uchun eshik ochiladi. Kutilmagan yangilik yoki muhim qaror qabul bo'lishi mumkin. U tomondan, aqlingizdagi inson tomonidan zanjirlar yechilgan. Siz tomonga otilib kelyapti. Mana azizlarim, qisqa video har kuni qo'yib boraman. Shu
qabul qilasizlar. Har kim o'zini muhitiga mosini tanlasin. Umid qilaman, ko'pchilikka to'g'ri keladi. Kommentariyada albatta yozasizlar, to'g'ri keldi bizlarga deb. Shu bilan bugungi raskladimiz yakunlandi. Agar sizga mos kelgan bo'lsa, layk bosing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi raskladlarda yana uchrashguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, azizlarim.